Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz kanalimizda dolzarb mavzu xunjuga tarafkashlik qilyapsizlar degan gapingizga sizlarga javoban video ishladim. Xo'sh, bunga asosiy sabablar bu men oldin xunju bilan yaqin bo'lganligim va bu kanalda ko'p narsa mitsuga qarshi bo'lganligi uchun. Xo'sh, 3 kun oldin menga bitta qiz yozdi va aytdiki, agar post qo'yib bersam, siz uni olib chiqasizmi dedi. Men доказательствоsi bo'lsa olib chiqaman dedim. Va shundan keyin u qiz shunaqa post qo'ydi. Postda yozilganini bemalol o'qib olishinglar mumkin va bu aytishi bo'yicha Xunju o'zini rasmini o'zi tarqatib Mitsuga ag'dargan. Men sizlarga oldindan aytganman, kanalda sus доказательствоlar bilan biz narsa olib chiqa olmaymiz va даже Mitsu haqidagi narsalarni ham kamida 3 ta odamdan so'rab surishtirib, aniq isbotlangandan keyin olib chiqqanmiz. Hozir agar xuddi shunaqa chat Mitsu bilan bog'liq bo'lganda, bu narsaga hech kim ishonmasdi. Kelinglar, logichni o'ylab, kattalarga gaplashamiz deydiski bo'lmaymiz. Qanaqasiga bir notanish qiz katta Apshe kanalini egasi bo'lishi mumkin? Xunjuga nima zaril? O'zini nomusini, o'zini sha'nini shuncha bulg'ab, yana buni Mitsuga ag'darish. Вообще-то u Mitsuga ag'darmagandi. U Armijonkalardan ko'rgandi. Chunki bu narsani muhassisman repost qilib, Armijonkalar qattiqroq qaradi deb gapirgan joyi bor edi. Men shu paytgacha hech kimdan hech qanaqa lichkamni bekitib qizg'angan joyim yo'q. Nimaga agar Xunjuni qanaqadir aybi bor ekan, nimaga menga aloqaga chiqmaysizlar? Nimaga orqadan gapirasizlar? Menga olib chiqishgan narsani taqqoslab, asos topib, analiz qilib olib chiqaman. Menga nima zarur ekan, kimnidir orqasidan yomonlab, keyin uning uchun mehnat qilib video yasab, yana montajini to'g'rilab olib chiqish nima zarur? Xo'sh, endi umumiy fandomga savol. Masalan, sizlar o'zingizlarni kumir youtuberlarni qo'yib ko'ringlar. Qaysidir Rushjonka shu narsani atmetka qilib, Mitsu mashinaqa ish qilgan ekan desa, sizlar ishonarmidinglar? Sizlar Xunjuni emas, sizlar Mitsuni qo'yinglar. Ular ham ishonmaydi. Masalan, men bu narsani olib chiqishim uchun men o'zimga ham bu доказательство yetmaydi. Qayoqdagi qiz, Xunju mana rasmini o'zi tarqatib, Mitsuni tarqating dedi degan gapi bilan bu narsa isbotlanib qolmaydi. Apshe kanallarning egasi erkak kishi bo'lib yotibdi. Qanaqa bu ayol kishi bo'lishi mumkin? Keyin muomala haqida gaplashadigan bo'lsak, какой привет, такой asvetli odamman. Menga yaxshi muomala qilsanglar, men ham sizlarga xuddi shu muomalada javob qaytaraman. Lekin o'zingizlardan ketib qolsanglar, u o'zi o'zinglarni ayblanglar. Men o'zimdan o'zim birovni borib onasidan so'kmayman yoki o'zimdan o'zim borib birovni jerkib haqorat qilmayman. U o'shangacha olib keladi. Jamoaviy guruh so'kolmaydi, gapirishga haqqi yo'q degan joyi yo'q. Va yana aytib ketardimki, shu Jion Lizga kimni onasi qayerda ishlashi sizni boshingizga emas. Siz hal qilib, siz gapirishga haqqingiz yo'q. Men hurmat qilib gapiraman, chunki bu narsani auditoriyamga qo'yaman. Siz o'zingiz huyat qilishni boshladingiz. Agar muhassisman yoki Mitsuni kanal o'chsa, sizlarni kanalingizga strayk beraman, sizlarning ham kanalingizlar o'chadi. Qo'lingizdan kelsa hozir o'chirib yuboring. Tushundingizmi? Uyatni bunaqa qilmaydi. Telegram yo, lichka yo, Snapda deysiz. Snapdan qaysi nik bilan yozdingiz? Snapdan qaysi nik bilan yozdingiz? Davay доказательство qiling. Sizlarcha доказательствosiz sayrashni yaxshi ko'rasizlar-da. Davay доказательство. Snapdan yozganingiz, nima tashlaganingiz, blok qilganim, meni imini lichkam bormi? Agar realni siz yozganingizda hamma narsani sayrab post qilib qo'yardingiz, xuddi soxta Telegram chatni qo'ygandek. Xo'sh, yana qanaqa tarafkashliklar bo'lsa, bemalol shu videoni izohiga yozib qoldiringlar. Undan ham oldin lichkaga yozsanglar yaxshi bo'lardi. Men kim haqidadir olib chiqishim uchun menda yetarlicha доказательство, ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bu xoh Xunju bo'lsin, xoh boshqasi. Men yaqinlarimni olib chiqishim uchun sizlar menga yetarlicha доказательство tashlab beringlar. Men o'sha narsani olib chiqay. Men hech kimdan qo'rqmayman. Yana aytaman, men hech kimdan yeb qo'ygan joyim yo'q yoki boshqa bir qo'rqadigan joyim yo'q. Xunju bo'lsa Xunjuni ham olib chiqamiz. Sizlar yetarlicha доказательство bilan isbotni ko'rsatib beringlar.